Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizani kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimiz. Bugun sizlarga juda idealni, haqiqiy egzotikani hurmat qiladigan akalarimizga vashi zo'r narsa ko'rsataman. O'zim uchun ham bugun bitta yangilik bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Ko'rayotganingizdek 100% yog'ochdan bitqizilgan uyimiz bor-ku, shu turishini o'zida nafas olib turadigan uy, zax bosib ketmaydi. Atapleniya qilish shart emas. Bitta konditsionerni o'zida ham sovutib olasiz uyni, ham isitib olsangiz bo'ladigan juda zo'r proyektga kelganmiz, okay? Bilasiz, beton qur, loy suvoq qil, oq suvoq qil, umuman unaqa narsa yo'q. 20 kunda, misol uchun, mana shu bir xonali uyni bitirib berishadi. Endi ko'rib uyni hozir kichkina uy deb o'ylashingiz ham mumkin. Yo'q, unaqa emas. Uylarimizga keladigan bo'lsak-chi, okay, bir xonadan boshlanadi. 32 kvadratdan boshlab turib u yoqqa ketdi. 200 kvadrat desangiz, 200 kvadrat yasab berishadi. 200 kvadrat 2 qavat desangiz, 2 qavat 3-qavatini mansardni qilib bersangiz, xullas mansardni ham qilib berishadi. Boshlaymiz. Bitta mashinasidan boshlaydigan bo'lsak, oldida ko'ryapsiz, yozda o'tiradigan joy uchun mo'ljallangan 100% yog'ochdan. Bu aynan mana shu xonadonimizni kak ofis sifatida okamgalarning o'zi, ya'ni quruvchi kompaniyani o'zi foydalanyapti. Mana buni qarang. Qilingan yechimmi? Kirdik, bitta xona bor, рабочий zona qilib qo'yilgan, to'g'rimi? Tepasida 2 uzunasi 3 ta odam bemalol yotsa bo'ladi. Mana shundan shunday chiqiladi. Ikkinchi qavatimizga o'tiradi. Keyin undan tashqari bu yerda bizani sanuzyulimiz bor. O'zini dushvayasi bilan va mana yechimni qarang aka. Mana qarang, nima deyapti bu? Sauna. Saunani o'zini saunasi bor-da. Xullas, aka, yog'ochdan bu deganicha siz ishxonangiz masalan qanaqadir ishlab chiqarishingiz bo'lsa-chi, promzonada ofis qilib olishingiz kerak, o'zingizga kelib ishchilardan xabar olishga. Mashina zakaz qilsangiz, okay, shuni mashinaga ortib, любой lokatsiyaga olib ketsangiz bo'ladi. Bitta o'zingizga ofis bo'ladi, ichida o'zini bu yerda sanuzyul, dushvayasi bo'ladi. Sauna kerak emas desangiz, saunani qildirmasangiz ham bo'ladi. Shu taraflari zo'r. Yozda o'tiradigan mana shunaqa joylarigacha qilib qo'yasiz. Xullas, keyin meni o'zimga eng yoqqan narsa, mana masalan, uchastka qurib bo'ldingiz, to'g'rimi? Uchastkangiz tayyor. Saunaga joy qilmagansiz. Mana sauna narxini aytgancha, mana shu holatgacha shunday tayyor bo'lishi 5400 bo'ladi. Ichkarisini Timur bitta ko'rsatgan, ichlari mana ko'rayotganingizdek bemalol 4 ta 5 ta odam o'tirsa bo'ladi. Ichida saunasida ham 4 ta 5 ta odam bemalol o'tirsa bo'ladigan sharoitlarigacha qilib qo'yilgan, okay? Mana shunday hovlingizni bir burchagida mana shu narsa, ya'ni bochka stilida qilingan narsa sig'adigan joy bo'lsa bo'ldi, aka. Shunday olib borasiz, joylisiz, saunangiz bor. Shunday, masalan, ko'pchilik turetskiy hamma qilib qo'yadi, sauna qilmaydi. Sauna lekin foydasini eshitgandan keyin ko'pchilik sauna qildirgisi kerak bo'lib qoladi. Mana idealniy taklif, okay? Shuni tayyorlab berishadi. Shunday treylerga ortasida ketdi, butun O'zbekiston bo'ylab xullas olib ketaverasiz. Hozir endi biz showroomda turibmiz. Bu kompaniyamizni o'zi ishlab chiqarishi ham shunday yonida aytgancha ishlab chiqarishiga ham borib keldik. U yoqda hozirgi kunda 8 ta uyni dastavka qilib yuborishyapti. Kimdir dachaga olib ketyapti, okay? Kimdir xuddi shunaqa ofis qilib ishxonasiga olib ketyapti. Xo'p, bu yerda yozda o'tiradigan joy, kostyorli qilib qo'yib, yozda dachangizda o'tirsangiz, menimcha vobshe boshqacha vibe bo'lsa kerak. Endi mana masalan, mana shu yog'ochimiz, ichiga nima ishlatiladi deydigan bo'lsangiz, mana bu yerda showroomimizda qo'yib qo'yishgan. Poliga keladigan bo'lsak, mana bu nam o'tkazmaydigan narsasi, sichqondan zashitasigacha ko'rayotganingizdek qo'yilgan, ichida mana bu bazaltlarigacha qilib qo'yilgan. Keyin bu yoq tarafidan bitta ko'rsatgan, mana bu yog'och obshivkasi bo'lsa, mana bu obshivkasi bo'lsa, orasida havo o'tishi uchun bu yerda mana joylarigacha qoldirib ketilgan, nafas oladi. Suyuqlikni o'tkazmaydi, nafas oladi. Xullas, okay, zax bosmaydi umuman. Yana hozirgi kunda bozorda juda ko'payib ketibdi buni kopiyalari, ya'ni arzonchilari. O'shanga mana shu narsani eslab qoling, ichiga nima ishlatishayotganini, mana shu narsani ko'pchilik qilishmayotgan ekan, arzonchilar. 2 xonaligiga bitta o'tamiz, endi 2 xonalikni obzorini qilamiz. Kiraverishimiz. Va daji bu yerda bor, fundament ham qo'yish shart emas ekan-da. Mana 4 ta oyog'ini qo'yasiz, o'sha 6 ta oyog'ini shunday olib borib, shuni joylashtirib qo'yasiz. 2 xonaligimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda
bizda kirishimiz bilan ko'rayotganingizdek zal bilan oshxona как studiyniy formatda kutib oladi. Divanli zona oshxonamizni tepasida bu yerda o'sha kerak emas narsalarni qo'yib qo'ysa bo'ladigan sharoiti bor. Albatta, bu yerda ham o'zini sanuzeli, sanuzelining yonida sauna ham qilib qo'yishgan. Endi sauna kimga kerak emas. Chunki endi masalan bu o'zi kompaniyaning oti Exotic Eco Dacha-yu va ko'pchilik dachaga buyurtma qilishayotgani uchunchi bu mahsulotlarni shuning uchun sauna qilib qo'yishgan. Bu yotoqxonamiz, yotoqxonani o'zini ham ko'rasiz, juda keng. Masalan, tog'da dachangiz bor, qurilish qilgingiz kelmayapti. Tog'ga bilasiz, voy, dastavkalar shunaqa qimmat bo'ladi. Sementi ham, shag'ali ham, qummi ham, u yoqqa ustalar ishlashi ham juda qimmat bo'ladi. Tayyorini olib borib o'sha yerda o'zida yasattirib olsangiz bo'ladi, ikki etaj qilib yoki mashitda o'zida yasab berishadi, shunda mashinaga ortib dastavka qildirib olsangiz ham bo'ladi. Proyekt juda chiroyli chiqibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, aka, bir xonali uyimiz tayyor bo'lishi bilan 16400 dan boshlanadi. U yog'i albatta o'zingizni fokusingizga qarab, masalan, kvadraturasi qancha katta bo'lsa, albatta shuncha qimmat bo'ladi. Ya'ni yana bitta zo'r tarafi 20 kunda tayyor bo'ladi bir xonaligi. Endi kattaroq bo'lsa, u yog'i ko'proq vaqt oladi. Ofis qilib oling. Ishxonangizga, promzonangizga olib borib ofis qilib oling, dacha qurib oling yoki mana shu shaharning o'zida bo'lsa hamchi, aka, shahar o'zida ham qurib oling. Agar navoda ko'chib ketadigan bo'lsangiz-chi, shuni yana ko'tarasizda, shuni mashinaga ortib, xohlagan lokatsiyangizga olib borib qo'yib, o'sha yerda yashayverasiz. Exotic Eco Dacha kompaniyasini telefon raqamlarini yozib qoldirdim. Telefon qilinglar, murojaat qilinglar, kelinglar showroomga, ko'ringlar, ishlab chiqarishga boring aka, tepasida ko'ring, nima ishlatishyapti, nima qo'yishyapti. Menimcha sizga yoqadigan taklif.